Assalomu alaykum. Bugun qanaqa qilib ozib qayta semirmaslik strategiyasi, insulin nimaga semirtirishi va 80% insonlar bilmaydigan ozish usullari haqida gaplashamiz. Men o'zim shaxsan yopiq Telegram kanalimda -15 kilogramgacha ozib ko'rsatib berganman. Bundan tashqari yuzlab o'quvchilar -10 kilogramdan -30, -40 kilogramgacha vazn yo'qotib, minnatdor bo'lib kelishmoqda. Xudo xolasa, bu darsdan keyin siz ozib qayta semirmaslik sirlarini o'rganib olasiz. Ozishlik uchun hamma o'qib ko'rgan va umuman foydasi bo'lmagan degan fikrni to'xtating. Sababi biz ushbu darsdan keyin sizga organizm yog'da nima uchun yumshab qolayotganini, qoningiz nima uchun ketmayotganini va ishtahani nimaga boshqara olmayotganingizni tushuntirib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, och qolmasdan ozishni, qayta semirmaslikni, gormonlarni balanslashni va organizmni yog'ni yoqish rejimiga o'tkazishni o'rganib olasiz. Bugungi videomiz kimlar uchun? Birinchi navbatda ozishni xohlovchi, ortiqcha vazndan qiynalayotgan barcha uchun to'g'ri keladi. Ikkinchi navbatda yaqinda farzandli bo'lgan onalarimiz, uy bekalari uchun to'g'ri keladi. Uchinchi navbatda o'z sog'lig'iga befarq emas insonlar uchun. To'rtinchi navbatda fitness trenerlar ham ko'rsa bo'ladi. Beshinchi navbatda bir joyda o'tirib kam harakat bilan ish qiladigan insonlar uchun. Va 6-navbatda semizlik tufayli sog'lig'i bilan muammo yuzaga kelgan kasal insonlar uchun to'g'ri keladi. Bugungi videomizda nimalarni ko'rib chiqamiz? Birinchi navbatda qayta semirmasdan ozish strategiyasini, ikkinchi navbatda insulinni tushirish usullarini, uchinchi navbatda yog'ni yoqishni tezlashtiruvchi ovqatlanishni, to'rtinchi navbatda 80% insonlar bilmaydigan ozish usullarini ko'rib chiqamiz. Sizlar minimal vaqt sarflagan holatda bugun katta bilimlarga ega bo'lasiz. Statistika bo'yicha aynan shunaqa foydali darslarni 85% insonlar oxirigacha ko'rmasdan to'xtatib qo'yadi va aksariyat hollarda keyinchalik bu darslarga qaytib kirmaydi. Atrofda chalg'ituvchi narsalar ko'p, shuning uchun bu darsga siz qaytib kelmasligingiz mumkin. Lekin 15% insonlar bu darsda oxirigacha ko'rishyapti va uje foyda olishni boshlashdi. Har kuni menga rahmat SMSlarini yuborishadi. Shuning uchun bugungi yarim soat yoki 1 soat vaqtni o'zingizni bilimingiz uchun ajrating va inshaalloh siz uchun juda ham foydali ma'lumotlar beriladi. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun albatta maxsus sovg'alarimiz bor. Birinchi navbatda men o'zim yaqinda sotib olgan 200 dan ortiq retseptlar ro'yxati kitobini sizlarga sovg'a qilaman, agar videoni oxirigacha ko'rsangiz. Ikkinchi navbatda insulinni tushiruvchi mahsulotlar ro'yxatini sizga yuborib beraman. Uchinchi navbatda darslik qilganmiz, ya'ni kaloriyani qanaqa qilib sanaladi. Shu video darslikni ham sizlarga bepulga oxirigacha ko'rganlar uchun sovg'a qilamiz. Shuning uchun videoni albatta oxirigacha ko'ring. Men kimman? Meni nima uchun kuzatishingiz kerak? Men Alisher Quronboyev, oliy toifali shifokorman, 15 yillik tajribaga egaman. Ya'ni 2004-yildan 2011-yilgacha Andijon davlat tibbiyot oliygohini bitirganman. Undan keyin 2011-yil, 2014-yilda magistratura o'qiganman. Ham bolalar, ham kattalar laparoskopik xirurgi hisoblanaman. Bundan tashqari hozirgi kunda dietologlar, nutritsiologlar soxtasi ko'payib ketdi. Men aynan vrach nutritsiolog, vrach dietologlik yo'nalishi bo'yicha Moskvada tahsil olganman va hozirgi kunda konsultatsiyalar berib kelaman juda ham ortiqcha vazndan qiynalayotgan insonlarga. Bundan tashqari YouTube'da, ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ali taxallusi bilan ko'pchilik meni tanishadi. YouTube'da 200 mingdan ortiq obunachilar, Instagramda 600 mingtadan ortiq obunachilarga egaman. Aynan YouTube kanalimizda ozishlikka oid bepul bilimlar berib kelamiz va videolarimiz millionlab prosmotr bo'lgan. Kommentariyasiga kiradigan bo'lsangiz, shu bepul videolardan foydalangan holatda ozganlar juda ham ko'p. Bundan tashqari, meni o'zimni mualliflik kursim bor. Nomi Ozish anatomiyasi va yangi hayot deb nomlangan bu o'zimni mualliflik kursim bor. Bundan tashqari yuzlab, minglab o'quvchilarga ega shaxsman. Konsultatsiyamga 1,5 yil oldin bitta bemor keldi. Vazni 110 kilogramli ayol kishi. Kelyapti, doktor, sizni ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib keldim, ozmoqchiman dedi va oshqozonni kestirib ozishligini aytdi. Men opaga tushuntirdim. Opa, nima qilasiz? Oshqozonni kestirish bu oxirgi bosqich hisoblanadi.
bunga hech qachon kech bo'lmaydi, keling men sizga yordam beraman, menyu tuzib beraman dedim. Desam, yo oshqozonimni kestirib ozmoqchiman, ozishlik uchun hamma o'qib ko'rdim, ishoning foyda bo'lmadi dedi. Lekin u ayolga to'g'ri tushuntirdim. 3 oy menyu tuzib beraman va siz bilan ozgina ishlayman. O'zingizga kaloriyalar sanashni o'rgatib qo'yaman, o'zingizni boshqarishni o'rgatib qo'yaman. Inshaalloh natija bo'ladi. Mabodo bo'lmasa, keyin oldimga kelasiz, oshqozoningizni qisqartirib, keyin u operatsiyani o'tkazib beraman deb shu narsani aytdim. Va nima bo'ldi? Biz u opaga menyu tuzib berdik 3 oylik. 3 oy davomida kaloriya sanashini o'ziga o'rgatib qo'ydik, o'zini boshqarishni o'rgatib qo'ydik va natijada oradan endi yillar o'tyapti. Men qaytib bu opa bilan bog'langanim yo'q va biz oldimizga bitta bemor keldi operatsiyaga. Operatsiyaga yotqizdik, operatsiya qildi. Vaholanki u opani qarovchisi shu meni oldimga oldin ortiqcha vazni bilan kelgan opa ekan, qarovchi. Meni oldimga kiryapti-da, qaraydi, hayronman. Qaraydi, opa nima gap? Tinchlikmi? Nima gap? Gapingiz bo'lsa ayting desam, aytayaptiki, doktor, meni tanimadingiz. Men oldingizga 1,5 yil oldin kelgan edim. Oshqozonimni qisqartirmoqchi bo'lib kelgan edim. Siz menga menyu tuzib bergan edingiz. Mana oradan 1,5 yil o'tdi, lekin men 1 yilda minus 40 kilogramm vazn yo'qotdim deyapti. Do'stlar, ishonasizmi? Umuman tanimabman. Oldimga kelgandagi holati, meni ko'zim oldimga keldi, lekin umuman tanimabman. Minus 40 kilogramm. Energiyaga shunaqa to'lib ketibdi, opa. O'zini boshqarishni o'rganyapti. Kaloriyasini sanashni biladi. Hozirgi kungacha kaloriyasini hisoblab ovqatlanib kelyapti. Natija juda ham zo'r bo'ldi. Biz nima qildik opaga? Birinchi navbatda kaloriyasini sanab berdik. Kaloriyasini sanaganimizdan keyin defitsit kaloriya qilib berdik. Undan keyin jismoniy faolligini qo'shdik. Undan keyin uyqusini tartibga solib qo'ydik. Mana shu arzimagan qilgan ishlarimiz tufayli zo'r natijaga erishdi. Opada o'zida ishtiyoq bor edi ozishlik bo'yicha va aytganlarimiz barchasini qilib, mana natija minus 40 kilogramm. Bitta inson degani bu. Zo'r natijaga erishdik. Shuning uchun bunaqa oldimga konsultatsiyaga kelib foyda olayotgan bemorlar juda ham ko'p. Azizlar, endi go'shtli qismiga o'tamiz. Agar siz bir necha marta ozishga harakat qilib ko'rgan bo'lsangiz, ozib yoki qayta semirgan bo'lsangiz, qorindagi yog'laringiz ketmayotgan bo'lsa yoki kam yesangiz ham vazn tushmayotgan bo'lsa, unda bugungi ma'lumotlarimiz siz uchun aniq foydali bo'ladi. Nimaga ko'pchilik ozolmayapti? Ko'pchilik oz yesam, kam yesam ozaman deb o'ylaydi. Lekin bu eng katta xato. Amalda unaqa bo'lmaydi. Biz ozishlik jarayonida bir qancha xatolarga yo'l qo'yamiz. Birinchisi, och yuramiz. Ikkinchi navbatda qattiq dietalarga o'tirib olamiz. Uchinchi navbatda kechki ovqatdan butunlay voz kechib olamiz. Keyin sport mashg'ulotlarini birinchi o'ringa olib chiqib olamizda, shuni kuchaytirsam ozaman deb o'ylaymiz. Lekin buni hammasi xato. Sababi och yurganimizda organizm sekin tejash, o'zini yog'da saqlash rejimiga o'tib oladi. Siz ko'pchilik dietologlar, nutritsiologlarni ko'ryapman, 1200, 1100 kaloriyali ovqat menyular tuzib berishyapti. Birodarlar, azizlar, bizning metabolizmimiz bor. Ya'ni biz tinch holatda ham yuragimiz uradi, nafas olyapmiz, miyamiz ishlab turadi. Organizmda butun laboratoriyani ishlashligi uchun energiya sarfi kerak. Energiya kerak. Ya'ni bu energiyamiz hammada har xil. Ya'ni kimdadir 1200, kimdadir 1500 bo'lishi mumkin, kimdadir 1400 bo'lishi mumkin. Agar aynan sizga masalan 1400 kilokaloriya kundalik sarf kerak bo'lsa, o'z organizmingiz talab qilib tursa shuni, siz 1200 kilokaloriya tashqaridan qabul qilsangiz, bu organizmga ziyon yetkazayotgan bilan bir xil bo'ladi. Shuning uchun shularni inobatga olish kerak. Nima qilishimiz kerak bo'ladi? Och yurmasligimiz kerak bo'ladi. Kechki ovqatdan voz kechilmaydi. Bizda 3 ta asosiy ovqat bor. Ertalabki ovqatimiz bor, obedki ovqatimiz bor, kechki ovqatimiz bor. Bu 3 mahal ovqatimizda oqsil ham, yog' ham, uglevod ham me'yorida bo'lishi kerak. Agar bizda bu makronutriyentlar yetishmasa, organizm himoya rejimiga o'tadi. Shuning uchun hech qaysi biridan, asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan, asosiy mahallardan voz kechmaymiz. Ertalab обязательно qilamiz, obedda обязательно qilamiz, kechki ovqatda ham обязательно qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki bularni voz kechadigan bo'lsak, organizmda himoya rejimi siz xohlaysizmi yo'qmi yonib qoladi. Keyin ko'pchilik sport mashg'ulotlariga urg'uni qaratadi. Biz organizmimizda o'zi tashqaridan kirayotgan kaloriyamiz miqdori ko'p emas, ya'ni 1200 yeyapmizda, biz yana sport bilan shug'ullanyapmiz. Do'stlar, bu organizmga katta nagruzka hisoblanadi.
Shuning uchun sport mashg'ulotlari qanaqa bo'ladi? Sport mashg'ulotlari 80 ga 20% ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni biz to'g'ri ovqatlanishimizni 80% qilishimiz kerak. Sport mashg'ulotini 20% holatda qilishligimiz kerak bo'ladi. Bu eng asosiy mezonlardan bittasi. Biz qayta semirmasligimiz uchun, biz to'g'ri ovqatlanishimiz uchun bu narsalarni bilmaslik katta xato hisoblanadi. Bunaqada nima bo'ladi? Birinchi navbatda organizm stressga tushib qoladi. Ikkinchi navbatda organizm o'ziga teskari ishlashni boshlaydi. Metabolizm sekinlashib qoladi. Natijada biz yog' saqlash rejimiga o'tib qolamiz. Bizda ochlik hissi yuzaga keladi. Do'stlar, keyingi darsimiz insulin nima? Nima uchun u semirtiradi? Azizlar, hozir men sizlarga shunaqa zo'r ma'lumotlarni beraman. Sababi insulin haqida ko'pchilik bilmaydi. Kaloriya haqida eshitgan, lekin insulin nimaligini, uni qanaqa vazifalari borligini bilmaydi. Buni bilib olasiz. Ya'ni insulin bu oshqozon osti bezida ishlab chiqariladigan, u yerda Langerhans degan orolcha bor. Shu yerda beta hujayralar tomonidan ishlab chiqariladigan gormon hisoblanadi. Ya'ni semizlik gormoni ham deb atashadi buni. Buni qanaqa funksiyasi bor desanglar, insulinning vazifasi qondagi shakar miqdorini me'yorlashtirish. Ya'ni qonda shakar miqdori ortib ketsa, oshqozon osti bezida insulin ishlab chiqariladi va insulin qondagi shakarni o'ziga yuklab olib, uni hujayralarga olib kirib berish vazifasini bajaradi. Ya'ni hujayrani kaliti deb aytsak ham bo'laveradi. Sababi insulin shu yog'ni oladida jigarga borib turib, jigarda glikogen zaxira sifatida jigar hujayralariga kalitni ochadida shakarni beradi. Qolgan qismini mushaklar aro glikogen zaxirasi qilib mushaklarga boradi, mushak hujayralarida kalitni ochadi va u yerga shakarni beradi. Qolgan qismi agar shakar shunda ham tugamasa, unda insulin qolgan qismini yog'ga aylantiradi. Shuning uchun biz ko'p miqdorda shakar iste'mol qilganimizda, shirinliklarni iste'mol qilganimizda qonda insulin miqdori ortib ketadi. Ya'ni bu davom etadigan bo'lsa, bizda yog' yig'ilishiga, bilamiz xeyrlarda, qorin sohasida, bel sohasida, oyoqlarimiz, son sohalarimizda yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Bizda insulin miqdori qonda yuqori bo'ladigan bo'lsa, nimalar yuzaga keladi? Birinchi navbatda tez qornimiz ochib qoladi. Ikkinchi navbatda shirinlik yegimiz kelib qoladi. Qorin ketmaydi. Tez charchash holati yuzaga keladi. Va ba'zan to'xtaydi, ba'zan ketmay qoladi. Agar bizni qonimizda insulin miqdori baland bo'ladigan bo'lsa, yog' yoqish vazifasi, funksiyasi o'chadi. Ya'ni yog' erimay qoladi. Shuning uchun qondagi insulin miqdorining baland pastligi bizning ozishlik jarayonimizda eng muhim jihatlardan bittasi hisoblanadi. O'z-o'zidan bitta savol. Insulinni nima ko'taradi? Bu savolga oddiy misol bilan javob beramiz. Tasavvur qiling, ertalab uyg'ondingiz. Ertalabki nonushtaga pechenye, shirin choy, tort yedingiz yoki pishiriq yedingiz, qanaqadir shirinlik yedingiz. Natijada nima bo'ladi? 2 soatdan keyin qornimiz ochib ketadi. Nima uchun? Hech o'ylab ko'rganmisiz? 2 soatdan keyin yana nimadir yegimiz keladi. Chunki biz shirinlikni qabul qildik, qonda shakar miqdori ortdi, undan keyin oshqozon osti bezimiz ishlashni boshladi, insulin ishlab chiqarilishni boshladi. Va insulin shakarni o'ziga oldida hujayralarga olib borishni boshladi. Natijada qondagi shakar miqdori birdaniga tushib ketdi. Natijada organizm o'zi yana ovqat talab qilishni boshladi. Tushundingiz-a? Qonda shakar miqdori ortdi, insulin ishlab chiqarildi, shakar miqdori pasaydi, bizda ochlik holati yuzaga keldi. Ochlik holatida biz organizm yana ovqat talab qilyapti, biz yana ovqat yeyapmiz. Bu sikl aylanaveradi. Bu sikl aylanaveradi. Natijada bizda qondagi insulin miqdori ham baland bo'ladi, ham bizda yeb qo'yish ishtiyoq paydo bo'ladi. Nimadir yegimiz kelib ketadi. O'zimizni boshqara olmay qolamiz va yeb qo'yamiz. Natijada semirib ketish holati yuzaga keladi. Insulinni eng ko'p oshiradigan narsalar nima? Birinchi navbatda tez yeb qo'yishimiz. Biz xohlaymizmi yo'qmi, yeganimizda organizmga oqsil, yog', uglevod ovqat bilan birga kiradi. Uglevod ham kiradi. Natijada qondagi shakar miqdori ortib ketadi. Agar bizda qonda insulin baland bo'ladigan bo'lsa, tez yeb qo'yishni cheklaymiz. Ya'ni 3 mahal ovqatmi, 3 mahal ovqatlanishga o'tamiz. Ikkinchi navbatda shirinliklar. Biz pechenyelar, har xil pishiriqlar, shirinliklarni, har xil tortlarni yeyishni yaxshi ko'ramiz. Shuni cheklaymiz. Uchinchi navbatda shirin ichimliklar, ya'ni napitkalarni yaxshi ko'ramiz. Shularni to'liq cheklashimiz kerak bo'ladi. Bu ham insulinni oshirib yuborishga sabab bo'ladi. To'rtinchi navbatda stresslar. Hozirgi kunda stress juda ham ko'payib ketdi. Oddiy oilada
tiqilib yotibdi stress, asabiylik, farzandlilar bor, o'qituvchilar bor, ishi stressga aloqador ishlar bor, kimdir qarzi bor, qarzini to'lolmayotganlar bor. Bu hammasi stress. Stressni kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Stressni kamaytirish uchun eng zo'r narsa bu sayr. Yoqtirgan insoningiz bilan kechki payt sayr qilasiz, stressni bu normaga keltiradi. Agar stressingiz tushmayaptimi, unda nevropatologga boring, sizga bir dona tabletka yozib beradi. Agar sizda milliard dollar qarzingiz bo'lsa ham farqi yo'q qilib qo'yadigan dorilar bor. Buni organizmga zarari kamrog'ini nevropatolog tanlab beradi. Agar siz sayr bilan stressingizni normaga sololmayapsizmi, o'zingiz meditatsiyalar bilan buni normaga sololmayapsizmi, mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Keyingi navbatda uyquni to'g'rilashimiz kerak. Uyqu ham bu nima degani? Uyqusizlik, tasavvur qiling, marosim bo'ldi, uyda o'lim bo'ldi yoki to'y bo'ldi, shunaqa holatda siz uxlamadingiz yetarli miqdorda. Natijada ertalab uyg'onasiz. Bizda ertalabda kortizol gormoni bizni uyg'otadi, bizni shiddat bilan ishlashimizni sababchisi bo'lgan gormon bu normaga nisbatan ko'payib ketadi. Natijada bizda yana stress paydo bo'ladi. Stress paydo bo'ldi degani bizda yana insulin miqdori ortib ketdi degan. Hammasi bir-biriga bog'liq jarayon. Shuning uchun uyquni normaga qo'yamiz. Ya'ni bir kunda 7-8 soat uxlashimiz kerak bo'ladi. Kechki payt uxlashdan oldin 2 soat oldin gadjetlarni hammasini o'chiramiz va 2 soat oldin uxlashni boshlaymiz. Ovqatlanishdan 4 soat keyin uxlashimiz kerak. Shuni inobatga olasizlar. Agar siz 10 da uxlaydigan bo'lsangiz, 4 soat oldin ujin qilib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Shunda maza qilib uxlaysiz. Uxladingizmi? Yaxshi uxladingizmi? Kimlardir 7 soat uxlasa ham dam olmasdan turadi. Bu norma emas. Bunaqa holatda ham nevropatologga ko'rinishingiz kerak. Sizga u uyqungizni tartibga solib berish kerak. Siz maza qilib 7 soatda to'liq kuchga to'lgan holatda uyg'onishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun uyqu muhim. 7-8 soat uxlaymiz. Agar siz 6 soat uxladingiz, kun davomida davom etdi va obedda peshindan keyin 1 soat uxlab olsangiz, juda ham zo'r bo'ladi. Insulinni semirtirishning asosiy sabablarini hozir gaplashgan bo'ldik. Darsimiz qalay bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti. Like bosib, qo'llab turinglar. Imkon darajasida go'shtli ma'lumotlarni beryapman sizlarga. Nimaga avvalgi dietalar ishlamayapti? Ko'pchilik dietologlar mutaxassis emas. Berayotgan ma'lumotlari juda ko'pchilikniki noto'g'ri. Birinchi salatga o'tkazib qo'yishyapti. Faqat salat bilan ozdirishga harakat qilishyapti. Mono dietalarga o'tkazib qo'yishyapti. Ikkinchi navbatda nonni butunlay cheklab qo'yishyapti. Biz yoshligimizdan beri nonni yaxshi ko'rib yeb yurgan insonlardan nonni cheklab qo'yapmiz. Nonni yoki bir mahalga tushirib qo'yapmiz. Nima uchun nonni bir mahalga tushirib qo'yapmiz? Kardio mashg'ulotlariga urg'uni beryapmiz. Kardio mashg'ulotlarni ko'paytirib yuboryapmiz. Natijada organizm buni ochlik deb qabul qilyapti. Nima bo'ladi ochlik deb qabul qilsa? Birinchi navbatda energiyani tejashga o'tadi organizm. Metabolizm sekinlashib ketadi. Yog' yonishi to'xtaydi. Natijada nima bo'ladi? Natijada bizda vazn tushishi yo'qoladi, ya'ni vazn to'xtab qoladi, kayfiyatimiz natijada tushib ketadi va qayta semirishli holat bo'ladi. Ya'ni biz sirif bo'ladi bizda. Hamma yo'q qildingiz, lekin va natija zo'r bo'lmadi. Ya'ni siz voz kechib yuborasiz bu dietadan. Ko'p yeb qo'yasiz. Natijada sizda qayta semirishli holat yuzaga keladi. Ozish degani bu ochlik bilan emas, bu to'g'ri tuzilgan strategiya bilan oziladi. Och qolmasdan oziladi. Do'stlar, qayta semirmasdan ozish strategiyasi haqida gaplashamiz. Men sizlarga asosiy 3 ta bosqichini aytib beraman. Birinchi bosqich insulinni tushirish. Qanday qilamiz? Har soatda ovqatlanmaymiz. Birinchi navbatda shirinliklar, shirin ichimliklarni cheklaymiz. Va 3-chi navbatda oqsilga boy ovqatlarni qo'shamiz. Keyin perikuslarimiz bor. Ya'ni ovqat bilan ovqatning o'rtasida hech narsa yemaymiz. Natijada bizda insulinimiz tushadi. Ikkinchi bosqichimiz organizmni yog'ni yoqish rejimiga o'tkazamiz. Buning uchun bizga sharoit kerak bo'ladi. Ya'ni oqsil, menyuga oqsilni ko'paytiramiz, qo'shamiz. Ikkinchi navbatda harakat, jismoniy faollikni qo'shamiz va 3-chi navbatda uyquni tartibga solamiz. Shunda organizm yog'ni yoqish rejimiga o'tadi. Uyquni ko'pchilik bee'tibor qoldiradi, lekin eng asosiysi uyqu. Sababi uyqu yetishmasa bizda stress yuzaga keladi, uyqusizlik insulinni miqdorini oshirib yuboradi. Haligi siklga qaytib qolamiz. 3-chi bosqichimiz qayta semirmaslik bosqichi. Muammo ozishda emas, muammo vaznni ushlab qolishda. Buning uchun birinchi kerak bo'ladigan narsa rejim. Bir xil vaqtda ovqatlanish kerak, bir xil vaqtda uxlashimiz kerak bo'ladi, bir xil vaqtda suv ichishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi navbatda bu odatlar. Ya'ni biz sekin astalik bilan
foydali odatlarni shakllantirishimiz kerak o'zimizda. Zararlilaridan voz kechib, foydali odatlarni shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi navbatda stresslarni boshqarishimiz kerak, nazorat qilishimiz kerak. Ya'ni stress bor joydan qochishimiz kerak. Asabingizga kimdir tegyaptimi, uni oldiga bormang. Sayr qiling, yuring, o'zingizni yoqtirgan insonlar bilan muloqotda bo'ling. Shundagina inshaalloh qayta semirmaslik holati sizda bo'ladi. Do'stlar, 80% insonlar bilmaydigan ozish qoidalari haqida gaplashamiz. Birinchi qoidamiz, faqat sportda o'zi bilan ozib bo'lmaydi. 80% to'g'ri ovqatlaning, 20% sport qo'shsangiz bo'ladi. Ikkinchi qoida, kechasi uxlamaslik bizni semirtirib yuboradi. Stress bo'ladi, uxlamasak, insulin ko'tariladi, natijada ko'p yeb qo'yamiz, natijada semiramiz. Har kuni taroziga chiqavermang. Motivatsiyasi tushib ketadi. Sababi 100 kilosiz, 2 kundan keyin 96 bo'ldingiz, yana 2 kundan keyin chiqsangiz 98. Bu bo'lish tabiiy bo'lgan holat, shuning uchun tushkunlikka tushib qolasiz. Motivatsiyasi tushib ketadi. Shuning uchun har kun taroziga chiqmaymiz. Bir haftada yo 2 haftada bir marta taroziga chiqamiz. Keyingi navbatda qorindagi visceral yog'lar. Bu organizm uchun juda ham xavfli bo'ladi. Qorindagi yog'ni ketkazish uchun har xil press mashqlari, qorin mashqlarini qilmaymiz, to'g'ri ovqatlanamiz, sekin-asta visceral yog'lar, ichki yog'larimiz erishni boshlaydi. Keyingi qoidamiz, och yurish bizni ozdirmaydi. Och yurganimizda organizm himoya rejimiga o'tadi, ya'ni yog'ni saqlab qolish rejimiga o'tib oladi. Shuning uchun shu aytilgan qoidalarga hammasiga rioya qilishingizni so'rab qolar edim. Konsultatsiyamga bir bemor kelyapti. Ya'ni o'g'il bola vazni 100 kilodan ortiq, aka deyapti, ozish uchun hamma yo'q qilib ko'rdim deyapti. Har xil diyetalar, mono diyetalar qilib ko'rdim, sport bilan shug'ullandim, ozdiruvchi dorilar ham ichib ko'rdim. Aka, vaqtinchalik foyda qiladi, lekin ozgina muddatdan keyin vaznim qaytib keldi deyapti. Eng ozgina suhbat davomida eng og'riqli muammosi uylangan, farzandsizlik qiynayapti. Men hech kim emasman, hamma yo'q shifo Allohdan, qo'ldan kelgancha sababini qilamiz deb maslahat berdim va inshaalloh natijani Allohga qo'yib beramiz dedim. Biz u bolada nimalarni o'zgartirdik? Birinchi, insulinni tushirdik. Ikkinchi navbatda to'g'ri ovqatlanish bo'yicha menu tuzib berdik. Kaloriya sanashni o'ziga o'rgatib qo'ydik. Oqsilga boy ovqatlarni qo'shdik va uyqusini to'g'rilab qo'ydik. Oradan 3 oy vaqt o'tdi. Inshaalloh -15 kilogramm vazn yo'qotdi ukamiz. Ozgina muddat o'tgandan keyin gormonlari balanslashgandan keyin Allohim u bolaga farzand berdi. Hozirda 2 farzandni otasi. Shifo Allohdan, biz sababini qilib qo'ydik, inshaalloh zo'r natija bo'ldi. O'zini yengil his qilishni boshladi. Kayfiyatim zo'r deyapti, o'zini tetik his qilyapti, kuchga to'la, dangasalik yo'qoldi. Aka, sizga kattakon rahmat deb minnatdorchiliklar aytib ketdi. Albatta bu yarim soat, 1 soat ichida men sizlarga sog'lom va to'g'ri ozishlikka oid bo'lgan barcha bilimlarni, sir-asrorlarni bera olmayman. Buni ichiga chuqurroq kiradigan bo'lsak, bizga vaqt yetmaydi, lekin men sizga taklif qilishim mumkin bo'lgan narsa bu, agar siz rostdan ham ozishlikka oid barcha jarayonlarni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz va ipidan ozishlik jarayonini ipidan ignasigacha, A'dan Yagacha bilishim kerak deb o'ylasangiz va ozishlikda sir sinoatlarini ham chuqurroq bilmoqchi bo'lsangiz, ozishingiz, sog'lig'ingizga jiddiyroq e'tibor bermoqchi bo'lsangiz, men sizga taklif qiladigan narsa bu o'zimni produktim. Ya'ni ozish anatomiyasi va yangi hayot deb nomlanuvchi produktimni sizga taklif qilishim mumkin. Bu dasturimiz kimlarga to'g'ri keladi? Birinchi navbatda ortiqcha vazndan qiynalgan va ozishni xohlovchi barcha uchun to'g'ri keladi. Ikkinchi navbatda yaqinda farzandli bo'lgan onalarimiz, uy bekalariga to'g'ri keladi. O'z sog'lig'iga befarq emaslarga to'g'ri keladi. Fitness trenerlarga to'g'ri keladi va ortiqcha vazn tufayli yuzaga kelgan kasalliklar bor kimlardadir. Shularga to'g'ri keladi. Va kam harakatli ishni ishlaydiganlar bor. Ya'ni bir joyda o'tirib ish qiladiganlar bor. Aynan shularga juda ham to'g'ri keladi. Bu kursimiz juda ham foydali kurs bo'ladi. Sababi biz mana Telegram kanalimizda 10 ta ishtirokchini olganmiz, birga bir ishlayapmiz, challenge o'tkazyapmiz ozishlik bo'yicha bepul. Bu challenge'da aynan shu darslikdan kelib chiqqan holatda bir nechta instrumentini ishlatib, ularda qo'llayapmiz. Natijada mana oradan 3 hafta o'tdi, -10 kilogrammgacha ozishyapti. Bundan tashqari minglab insonlar bizi yopiq Telegram kanalda bu challenge'imizni kuzatishyapti va arzimagan bir nechta shu
dasturimiz ichidan olgan instrumentlarimizni ishlatyapmiz. Shu orqali ham ular zo'r natijalarga erishib kelishyapti. Dastur davomida quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lasiz. Ya'ni ozishlik jarayonini A'dan Yagacha bo'lgan holatini o'rganasiz, ilmini olasiz. Bunda to'g'ri ovqatlanishni tushunib olasiz birinchi navbatda. Ya'ni kaloriya nima? Kaloriyani biz qayerdan olamiz? Oqsil, yog', uglevodlar ozishlikdagi ahamiyatini, yeyotgan ovqatimizni o'qishni o'rganib olamiz. Ya'ni biz nima yeyishimiz kerak degan savolga javob olamiz. Ikkinchi, ozish mexanizmini tushunib olasiz. Nimaga semiryapsiz? Insulin qanaqa qilib ishlaydi va oldingi dietalar nima uchun ishlamayotganini bilib olasiz. Uchinchi navbatda individual ratsion tuzishni o'rganasiz. Bir kunlikmi, bir haftalikmi, bir oylikmi o'zingizga ratsion tuza olasiz. Kaloriya defitsitini hosil qilishni o'rganib olasiz. Keyingi navbatda shakarga bo'lgan ehtiyojdan qanday qutulish mumkinligini o'rganib olasiz. Shakar o'rnini qanday bossa bo'ladi, shu haqda bilimlarga ega bo'lasiz. Keyingi navbatda mahsulotlarni tanlashni o'rganasiz. Ya'ni bozorga borganingizda yoki korzinkaga kirganingizda mahsulotlarning etiketkasini o'qishni o'rganib olasiz. Zararli mahsulotlarni foydalisidan ajratishni o'rganib olasiz. Keyingisi ozish uchun to'g'ri mashqlarni tanlashni o'rganib olasiz. Kardio, kuch mashg'ulotlarini qachon ishlatish kerak? Yog' yoquvchi mashqlar qanchalik ozishlikdagi ahamiyati bor? Qancha masofaga kunda yurishimiz kerak degan savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Qayta semirmaslikni bilib olasiz. Ya'ni vaznimizni saqlab qolishda, eski vaznimizga qaytib qolmaslikda va to'g'ri odatlarni shakllantirishni o'rganib olasiz. Keyingi navbatda salomatlik ko'rsatkichlarini o'qishni o'rganib olasiz. Insulin, glyukoza, ALT, ba'zi bir gormonlarni sanashni o'zingiz o'rganib olasiz. Keyingi navbatda o'zingiz oilangiz uchun menyu tuzasiz. Ya'ni bir kunlik, haftalik, bir oylik, bir umrlik menyularni o'zingiz tuzishni o'rganib olasiz. Qisqa qilib aytganda, sog'lom hayot tarziga o'tasiz. Tizimli ozishni boshlaysiz. Darslarimiz amaliyotga asoslangan holatda bo'ladi. Sizlarga har bir modul tugagandan keyin vazifalar beriladi. Bu vazifalarni kuratorlar va shaxsan o'zim qattiq nazoratimga olaman. Format ikki xil formatda bo'ladi, onlayn va offlayn formatda bo'ladi. Ikkalasi ham sizga zo'r natijalarga olib chiqishga moslashgan bo'ladi. Men sizga shaxsan o'zim 100% 50 kilo, 100 kilo ozdirib beraman deb va'da bermayman. Sababi ozishlik jarayoni bu murakkab jarayon, o'zingizga bog'liq bo'lgan jarayon. Agar siz aytgan vazifalarimizni bajarsangiz, darslarni vaqtingizni ajratib to'liq ko'radigan bo'lsangiz, ishoning oxirgi 10 yildagi eng kuchli ozishlik bo'yicha kursda o'qigan bo'lasiz. Sizlarga ozishlik bo'yicha barcha bilimlarni, sxemalarni, instrumentlarni, shablonlarni beramiz. Inshaalloh bu shablonlarni, instrumentlarni YouTube kanalimizda bepul sifatida ham berganmiz va bu instrumentlardan minglab insonlar foydalanyapti va aytganimizni qilganligi uchun -10 kilogramdan -50 kilogramgacha natija ko'rsatishyapti. Mana yaqinda o'zim boshlagan 30 kunlik bepul ozishlik bo'yicha challenge'imda 10 kishi ishtirok etyapti. O'zim nazorat qilyapman. Ularda bir oy ichida -10 kilogramgacha natijalar bor. Do'stlar, bu challenge-ni minglab insonlar kuzatyapti. Bu insonlarning ichida ham vazifalarni qilganlari bor. Ular ham o'ziga kerakli bo'lgan natijalarni olishyapti. Bizga minnatdorchilik SMS-larni yuborishyapti. Ozishlik dasturining ichida nimalar bo'ladi? Oldindan aytaman, narx arzon bo'lmaydi, chunki men sizni maksimal natijaga chiqishingiz uchun, maksimal ozishingiz uchun barcha instrumentlarni bu yerda qo'shganman. Inshaalloh bu yerda hammani tarifidan kelib chiqqan holatda birga bir sazvonlar, kuratorlar bilan offlayn, onlayn uchrashuvlar, tarifdan kelib chiqqan holatda nonushtalar, hatto o'zim bilan birga bir sazvonlar bo'ladi, jonli efirlar bo'ladi, onlayn zoomlar, offlayn uchrashuvlar bo'ladi. Tarifdan kelib chiqqan holatda biz sizni natijaga olib chiqish uchun bu dasturimizga barcha narsani qo'shganmiz. Azizlar, dasturimiz 18 ta moduldan iborat. Bundan tashqari 4 ta bonus modul bor. Har bir modulimizda 2 ta 3 tadan darslar bor. Bu degani 60 dan ortiq mavzu bor degani. Har bir mavzuyimiz, har bir darsimiz 20 daqiqa davomida davom etadi. Sizlarga tushunishinglar uchun, qulay bo'lishligi uchun xuddi shunaqa qilganmiz. Ikki xil format bor, offlayn va onlayn formati bor. Ikkalasiga ham yozilishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari haftada bir marta, ikki marta kuratorlar bilan, shaxsan o'zim bilan tarifdan kelib chiqqan holatda Zoom uchrashuvlarimiz bor. Bundan tashqari nonushtalar bor. Bundan tashqari 3 ta mehmon speaker bo'ladi. Birga bir shaxsan o'zimni nazoratim ostida kamida -10 kilogramga ozasiz. Modullarga o'tamiz. Qanaqa modullar bor? Qisqacha aytib beraman. Agar bu sizga to'g'ri keladigan bo'lsa,
buni qiziq deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Siz uchun maxsus narxlar bo'ladi. Birinchi modul asoslarni o'rganamiz. Nutritsiyologiya nima, dietologiya nima, dietologda nutritsiyologdan qanaqa farqi bor? Organizm energiyani qayerdan oladi? Energiya yetishmovchiligi qoidasi nima? Shu haqida gaplashgan bo'lamiz. Ikkinchi modulimiz psixologiyaga bag'ishlangan, ya'ni biz ozishlikka o'zimizni psixologik tomondan tayyorlab olishimiz kerak. Bu modulimizda dietadagi xatolar haqida ham gaplashamiz va maqsad qo'yishni o'rganamiz. Keyingi 3-chi, 4-chi, 5-chi modullarimiz makronutrientlarga bag'ishlangan. Ya'ni makronutrientlarimiz oqsil bor, yog' bor, uglevod bor. Endi oqsil nima o'zi, yog' nima, uglevod nima, ularda qanaqa turlari bor? Foydali yog'lar, zararli yog'lar, foydali uglevodlar, zararli uglevodlar va oqsillarda ham foyda va zararlari haqida to'liq gaplashamiz. Aynan shu modulda kletchatka haqida ham to'liq to'xtalib o'tamiz. 6-modulimiz mikronutrientlarga bag'ishlanadi, ya'ni vitaminlar va minerallar. Ozishlikka xalaqit beruvchi defitsitlar bor. Ya'ni bular yod yetishmasligi, vitamin D yetishmasligi va ferritin yetishmasligi. Bundan tashqari minerallarimiz bor. Temir, kalsiy, magniy va ruh bilamiz, xalq sink desa biladi. Shu yetishmovchiliklar haqida gaplashamiz. Buni qanaqa qilib to'g'rilaymiz? Bu haqda ham to'xtalamiz. Vitaminlarda qanaqa ichiladi? Uni o'zini qoidalari bor. Yoki tabiatdan tabiiy oladigan vitaminlarimiz bor. Oziq-ovqat mahsulotlaridan qanaqa qilib olsa bo'ladi? Bu haqda ham to'liq ma'lumot beramiz. 7-modulimiz gormonlar va vazn deb nomlanadi. Bu modulimizda bizni semirtiradigan asosiy gormon insulin haqida gaplashamiz, stress gormoni kortizol haqida gaplashamiz va qalqonsimon bezlari ajratadigan gormonlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Keyingi 8-modulimizda suv va ichimliklar deb nomlaganmiz. Ya'ni bu yerda suvni qanday ichish kerak, qancha ichish kerak va qaysi vaqtda ichish kerak, bu haqida gaplashamiz. Qaysidir kasalligi bor insonlarga suvni ichishni normasi yo oshadi yo pasayadi. Shunga qarab ham barcha suv haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Keyin organizm uchun zararli ichimliklar bor. Bularni farqlab olasiz. Zararli bo'lgan ichimliklarning ham turlari, uni organizmga qanaqa zararlari bor, bu haqida ham gaplashamiz. Keyingi 9-modulimizda hazm jarayoni haqida gaplashamiz. Ya'ni ovqatlanganimizda og'izdan kirib ichakkacha bo'lgan davr haqida, ya'ni ovqat qanday hazm bo'lish jarayonini sizga ichkaridan tushuntirib beraman. Bundan tashqari ichak mikroflorasini gaplashamiz. Ichaklarimizda milliardlab foydali bo'lgan bakteriyalarimiz bor. Bu haqida gaplashamiz. Probiotik nima, prebiotik nima, shu haqida ham gaplashgan bo'lamiz. 10-modulimiz uyqu va tiklanish deb nomlaganmiz. Bu modulimizda biz somatotrop gormoni va uyqu melatonin gormoni, ya'ni uyqu gormoni hisoblanadi. Shu haqida gaplashamiz. Qancha uxlash kerak kunda? Agar biz normani bajarmasak nima bo'ladi? Yoki normani bajargan holatimizda ham bizda ertalab charchoq bilan uyg'onish holati bo'lyapti. Bu normami yoki patologiyami? Shu haqida ham to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Keyingi 11-modulimiz kaloriya va porsiya deb ataladi. Ya'ni bu yerda siz kaloriya nimaligini, kunlik kaloriya normasini, yoshga, jinsga va jismoniy faollikdan kelib chiqqan holatda kaloriya sanashni o'rganib olasiz. Bundan tashqari chamalab hisoblab yeyishni o'rganib olasiz. Ya'ni qo'l bilan chamalash usuli ham bor. Shuni ham shu modulimizda o'rganib olasiz. Keyingi modulimiz bonus modul bo'ladi. Ya'ni bunda mana marketlarga kirganimizda yoki tashqarida reklamalarda eshitib qolamiz, etiketkalarga yozib qo'yadi. Dietasiz, shakarsiz, ozish uchun foydali degan so'zlarda asl yuzini ochib beramiz. Va undan tashqari siz marketga kirib turib, korzinkaga yoki boshqa marketlarga kirib turib, hamma mahsulotlarda etiketkasini 10 soniyada o'qishni o'rganib olasiz. Ya'ni zararli yoki zararsizligini aniq bu moduldan keyin bilib olasiz. Eng asosiy modullarimizga keldik. 12-modul. Ya'ni biz menyuni rejalashtirishni o'rganamiz. Ya'ni biz kunlik yoki bir oylik, haftalik menyuni tuzishni o'rganamiz. Xoh o'zingizga, xoh yaqinlaringizga tuzishni o'rganamiz. Qanaqa bozorlik qilishimiz kerak? Bozorliklarni ro'yxatini beraman. Shu bozorlik ro'yxatlaridan kelib chiqqan holatda bozorlik qilasiz va menyu tuzishga tayyorgarlik ko'ramiz. Keyingi 13-modulimizda biz qanaqa qilib tayyorlanishi, shu oziq-ovqat mahsulotlarini uyga olib keldik. Endi retseptlarni tayyorlanish usullarini ko'rib chiqamiz. Sizlarga 200 dan ortiq retseptlarni beraman. Shu retseptlar asosida xohlasangiz shundan foydalanasiz, xohlasangiz o'zingiz olib kelgan oziq-ovqat mahsulotlaridan
chiroyli nonushta qilishni, chiroyli obed qilishni, tushlik tayyorlashni ichidan o'rganamiz. Ya'ni tayyorlash usullari, qanaqa tayyorlanadi, qanaqa qovuriladi yoki qanaqa pishiriladi ovqatlarimiz. Bu haqda ham to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Keyingi 14-modulimiz maxsus holatlar uchun ozish deb nomlaganmiz. Chunki sport bilan shug'ullanadiganlar qanaqa qilib ozadi? Homiladorlar va emizikli farzandi bor onalarimiz qanaqa ozadi? Bolalar va keksalar, yosh kattalar qanaqa ozadi? Bu haqda to'liq darsliklar joylaganmiz. Keyingi 15-modulimizda kasalliklar bilan ozish. Ya'ni bilamizki, semizlik tufayli bizda har xil kasalliklar yuzaga keladi. Ular nimalar? Eng asosiylari qandli diabet. Qandli diabet kasalligi borlar qanaqa ozadi? Bu haqda darslik qilganmiz. Bundan tashqari, oziq-ovqat mahsulotlariga allergiyasi borlar qanaqa ozadi? Bu haqda darslik qilganmiz. Bundan tashqari, yurak qon tomirlarida kasalligi borlar, ya'ni arterial qon bosimi baland bo'lib yuradigan insonlar qanaqa ozadi? Bu haqda ham to'liq darsliklar tayyorlaganmiz. Keyingi 16-modulimiz jismoniy faollikka bag'ishlangan. Ya'ni biz sport zalisiz ozish to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni oddiy uyda qilinadigan harakatlar bilan ozish haqida gaplashamiz va uy sharoitida qilinadigan mashqlar bilan ozishni ko'rib chiqamiz va sport zalida ozish holatini ko'rib chiqamiz. Buni sport mutaxassisi bilan birga darsliklarda olganmiz. Bemalol buni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi 17-modulimizni ijtimoiy hayotda ozish deb nomlaganmiz. Sababi bilamiz, o'zbekchilikda to'ylar bor, marosimlar bor, mehmondorchiliklar, restoranlar bor. Shu yerda o'zimizni tutishimiz haqida gaplashamiz. Ya'ni biz mehmonga borganda, to'yga borganda, restoranga borganda vaznni saqlab qolishimiz kerak. Sayohatga boramiz, ta'tilga boramiz. Shunda vaznimizni saqlab qolishimiz kerak. Bu haqida ham to'liq darslarda shunga kiritganmiz. 18-modulimiz ozishdagi inqirozlar deb nomlaganmiz. Sababi ozishlik jarayonida vaznimiz birdaniga to'xtab qoladi. Buni plato effekti deydi. Shu holatda qanday vaziyatdan chiqib ketamiz? Shu haqida ham darslik qilganmiz. Bundan tashqari sriflar bo'ladi. Ya'ni biz o'zimizni chekladikda, ma'lum muddatga kelganda birdaniga ko'payib qo'ydik. Endi shu jarayondan qanaqa qilib chiqib ketamiz? O'zimizni ayblamaslikni o'rganamiz. Bundan tashqari organizmni toksinlardan tozalashni aynan shu modulimizda o'rganamiz. Azizlar, endi bonus modullarimizga o'tamiz. Ya'ni biz eng kerakli bo'lgan modullardan bittasi sun'iy intellekt bilan ishlash. Ya'ni ozishlikda sun'iy intellektning ahamiyati haqidagi modul qilganmiz. Bu modulda AI bilan ishlab, ya'ni sun'iy intellekt bilan ishlab, o'zimizga yordamchi qilib olishimiz mumkin. Buning uchun AI'da o'zi yetmaydi. Biz barcha o'zimiz olgan bilimlarimizni sun'iy intellektga yuklagan holatda, o'zimizni bilimlarimizni unga ishlatgan holatda, unga buyurgan holatda o'zimizga 24/7 sun'iy intellekt yordamchimizni yaratishni o'rganamiz. Bu zo'r. Do'stlar, uydagi oddiy bor mahsulotlaringizdan bilimingizni ishlatib turib AIga berasiz vazifani va u sizga kunlik menyularni, kunlik retseptlarni, kunlik yurishingiz kerak bo'lgan, jismoniy mashq qilishingiz kerak bo'lgan jarayonlarni sizga tuzib beradi. Bu juda ham ajoyib, sababi sizga aynan shu modulimizda promptlar bilan ishlashni o'rgatamiz. Ya'ni siz o'zingizni nutritsiologingizni yaratib olasiz, robot nutritsiologingizni yaratib olasiz. Siz aynan qanaqadir programmaga, ozishlik bo'yicha maxsus programma yaratishni o'rganib olasiz. Bu programmaga siz xohlasangiz, o'zingiz xohlasangiz, tanishlaringizni xohlasangiz, boshqa xohlagan insonni shu programmangiz orqali kunlik menyularini hisoblab bera olasiz. Ya'ni yoshini kiritasiz, bo'yini kiritasiz, vaznini kiritasiz, jismoniy faolligini kiritasiz va tayyor shablon sizga chiqarib beradi. Ya'ni bir haftalik menyu tuzib ber desangiz, uydagi mahsulotlarini kiritasiz, bor mahsulotlarini va shu orqali sizga programmani o'zi shuni kiritib qo'yasiz va buyruqni berasiz, bir haftalik menyuni sizga tayyorlab beradi. AI shu darajada bizga yordamchiki, buni o'zini oddiy ishlatsangiz bunaqa effekt ola olmaysiz. Bizni barcha bergan bilimlarimizni sun'iy intellektga kirgizishingiz kerak bo'ladi. Ozishlik jarayoningizda mobil ilovalar bor maxsus. Tekin mobil ilovalarni sizlarga beraman. Shu tekin mobil ilovalardan foydalanasiz, gadjetlardan foydalangan holatda ozishlik jarayoningizni nazorat qila olasiz. Sun'iy intellekt bu juda ham zo'r narsa. Bu modulni qayta ko'rib olsangiz, bir umr sizga yordamchi bo'ladi. Keyingi bonus modulimiz nutritsiolog sifatida blog yuritish deb nomlanadi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda faol insonlarimiz bor ichimizda, qanaqa qilib biz nutritsiolog sifatida blog yuritamiz. Ya'ni Instagram sahifasini ochamiz, unga qanaqa qilib ssenariylar yozamiz, aynan sun'iy intellektdan foydalangan holatda ssenariylar yozib, videolarga olib, buni oddiy usulda, oddiy telefondan
foydalangan holatda blog yuritishni ham o'rgatib qo'yamiz. Kimlar uchundir bu foydali, shuning uchun bemalol foydalansanglar bo'ladi bu modulimizdan ham. Keyingi modulimiz eng oxirgi bonus modulimiz bo'ladi, ya'ni vaznni saqlab qolish. Ya'ni biz kurs tugagandan keyin nima qilamiz? Vaznni qanaqa qilib qotirishimiz mumkin? Bu haqda. Keyin intuitiv ovqatlanishga o'tish. Ya'ni biz o'zimiz ichimizdan bilgan holatda nima zarar, nima foydaligini bilib olganmiz, shuni intuitiv ovqatlanishga o'tamiz va foydali odatlarni shakllantirishda va qayta eski odatlarimizga o'tmaslik jarayonlarini to'liq o'rganib olamiz va o'zimiz nazorat qilishimiz qanday bo'lishini, ya'ni check-uplar deydi buni, check-up deydi. Shu jarayonlarni aynan shu modulimizda bilib olasiz. Qisqa qilib aytganda, bu dasturning ichiga ozishlikka oid A'dan Yagacha bo'lgan barcha bilimlarni berganman. Bu yo'lda siz his qilgan og'riqlarni barchasini his qilib ko'rganman. Boshimdan o'tgan, boshim devorlarga urilgan, qiynalganman, xatolar qilganman va aynan shu xatolarni xulosasidan kelib chiqib va o'zimni 15 yillik shifokorlik tajribamdan kelib chiqqan holatda siz uchun eng zo'r bo'lgan va eng muhim bo'lgan instrumentlarni beraman. Nima uchun bunchalik darajada ishonch bilan gapiryapman? Sababi nimagaki bu produktim sizni aniq natijaga olib chiqishiga ishonaman. Chunki bu produktimda ba'zi bir instrumentlarni ishlatgan o'quvchilarimiz, minglab insonlar zo'r natijalar qilib kelishmoqda va har kuni menga rahmat SMS-larini yozishmoqda. Sizlarga QR kod beramiz. Bizda Telegram kanal bor. U yerda o'quvchilarimizning keyslari joylashgan. Produktimizning ichida 100 ga yaqin foydali materiallar bor, instrumentlar bor, tayyor shablonlar bor va sun'iy intellektni instrumentlarini beramiz. Ya'ni sun'iy intellektdan qanday foydalanasiz? Ozishlik bo'yicha qanday o'zingizga menyular tuzasiz sun'iy intellekt yordamida. Shu haqdagi instrumentlarni, shu haqdagi foydali ma'lumotlarni ham beramiz. Inshaalloh siz o'zingizda bu shablonlarni, bu instrumentlarni qo'llaysiz va zo'r natijalarga chiqasiz. Dasturimizda kuratorlar bilan birga bir Zoom uchrashuvlar bo'ladi. Ya'ni kuratorlarga siz o'zingiz qiziqtirgan savollarni, sizni qiynab kelayotgan muammoli vaziyatlarni aytishingiz mumkin. Kuratorlarda ham eng zo'rlarini tanlab olganmiz. Sizni barcha savollaringizga yetarli miqdorda javob bera oladigan darajadagi kuratorlarni yollaganmiz. Bemalol barcha muammolarni hal qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari o'zim bilan shaxsan birga bir Zoom uchrashuvlar bo'ladi. Ya'ni sizni qiziqtirgan savollar, ya'ni sizni qiynayotgan savollarga to'liq javob olasiz. Bundan tashqari konsultatsiyalarimiz bo'ladi, yarim soatdan 1 soatgacha bo'lgan. Sizni aynan qiynab kelayotgan vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Shularga ham to'liq yechim olasiz. Dasturimizda 3 ta tarif bor. Standart, Premium, VIP. Agar sizga narxlari, tariflari, kim bilan bog'lanish kerakligi, to'lov turlari haqidagi to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, yoki bu produktimiz sizga kerakmi yoki yo'qmi? Chunki biz hammani ham olavermaymiz. Bizda filtr bor. Agar ozishni xohlamaydiganlar, yuzaki qaraydigan insonlar bo'lsa, dangasa insonlar bo'lsa, bunaqa insonlarni biz produktimizga olmaymiz. Qaysidir holatlarda отказ berishimiz ham mumkin bo'ladi. Shu bo'yicha sizda savollar bo'lsa yoki aynan shu kursimizda o'qish niyati paydo bo'lgan bo'lsa, bemalol pastda havola qoldiraman. Shu havolaga kirib ro'yxatdan o'tib oling. Va ro'yxatdan o'tganingizdan keyin siz bilan telefon orqali yoki Zoom formatida birga bir men yoki yordamchim sazon belgilab olamiz va siz bilan alohida yuzma-yuz gaplashib, kursimiz haqidagi to'liq ma'lumotlarni sizga beramiz. Bu ma'lumotlarni olgan holatda siz kursga yozilishingiz yoki yozilmasligingiz mumkin bo'ladi. Barchasi o'zingizning qo'lingizda, lekin ro'yxatdan albatta o'tib qo'ying. Bu siz uchun aniq foydali bo'ladi. Vaqtingizni ayamasdan videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat va sizga va'da qilingan sovg'ani beraman. Bu sovg'alar nimalardan iborat edi? Bir eslab olamiz. Birinchi, o'zim pulga sotib olgan 200 dan ortiq retseptlar kitobi. Ikkinchi navbatda bir haftalik menyu ro'yxati. Uchinchi navbatda insulinni tushiruvchi mahsulotlar ro'yxati va to'rtinchi navbatda sizni kaloriyangizni sanashingiz uchun maxsus darslik, kaloriya sanashni o'rgatgan darsligimni bepulga olishingiz mumkin. Buning uchun bemalol pastda havola qoldiraman. Shu havolaga kirib ro'yxatdan o'tib oling. Bu havola orqali bemalol bu sovg'alaringizni olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Sizlarni kursimizda kutib qolamiz.